Bo'lay desang mustaqil, xonadonni ikkita qil. Mana bugungi manzilimiz Angrendan Chiqorishda 4-sovxozda 12 sotixli uchastkaning obzoriga kelganmiz. Tog'am o'zlari uchun kattagina qilib 6 ta xonali uy solib qo'yilgan. Qani uylarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Ketdik. Mana ko'rib turganingizdek uyimiz G-obrazniy qilib qurilgan, pishgan g'ishtdan chiroyli holatda. Xonalari ham katta-katta chiroyli holatda qurilgan. Bu uchastkamiz uglovoyda joylashgan. Bemalol ikkita aka-uka kelib, ikkiga bo'lib yashasa bo'ladi, qo'shni bo'lib. Bundan tashqari bu yerda yerlarimiz juda ham unumdor, hosildor ekan. Mana ko'rib turganingizdek daraxtlarimiz ham serhosil bo'lib pishib yotibdi. Bundan tashqari tog'am o'zlari огородlarga kartoshkalar ekib qo'ygan ekan. Hosil juda ham zo'r. Bu yoqda, bu uchastkada suvdan, svetdan, gazdan umuman muammolar yo'q. Maktab, bog'cha, magazin hammasi mana shu yaqin orada. Bu uchastkamizni bahosini tog'am 47.500 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. Olmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqsa, yana ham kelishtirib beramiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Mana shunaqa yerlarni qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz.